Agar Sevinchni opasi borligi rost bo'lsa, baribir topamiz. Shunchaki uydan quruq qolib ketmang deyman-da. Bu dunyoda oxirgi nafasini o'ylayotgan oddiygina bir o'yinchoqmiz. Qalbi pok insonsiz, Yusuf aka, buni bilaman. Nimaiki qilgan bo'lsam, faqat sizni yaxshi ko'rganimdan qilganman. Qaniydi shu qushlarga o'xshab osmonlarga uchsam edi. Otasi bermagan mehri berdi. Tinch qo'ying meni. Tushunmadim. Marjonidan qutulishimiz kerak, Behruz. Sabrim tugayapti. Yusuf aka, Sevinchxon, Yaramas qiz, zirakni bahona qilib qo'rchon izlagan ekansan-da. Jafar, nega oramizga suqilyapti endi? Unga alam qilyapti. Kechagi rasmlarni ham ataylab o'zi tayyorlatgan. Haqiqiy emas ular. Anvarni ham holi joniga qo'ymayapti. Bolam orqali bosim o'tkazyapti. Jafarni nima qilayotganini qiziq yo'q menga. Sen nima deysan, Zilola? Menmi yoki u? Shuni ayt menga. Men qaror qabul qildim, Umid aka. Javobimni ham aytganman sizga. Qo'lingizdan kelsa, Jafar o'rtadan olib tashing. Bir o'zimga kuchim yetmayapti unga. ismi Marjonami uni? Lekin siz o'ylagan Marjon emas, opam emas. Shunchaki tasodif. Robiya opa, tasodif. Bo'pti qizim. Nima bo'lganda ham sen uchun xursandman. Voy. Kech bo'pti qizim. Men ham uyga kirib keta qolay. Voy, o'tiring birpas. Mayli, boshqa safar o'tirarmiz. Sen ham yaxshi dam olgin. Kuzatib qo'yaman sizni. Yur qizim. Bismillah. Dadasi, ana bu militsiya nimaga kelibdi yana? Nimaga kelardi? Eldor deb keladi yana. Boshqa qiladigan ishi yo'q. Kelaverarkan-da endi. Abror ota, Ha, bolam. ko'ylagim kirib bo'lib ketdi. Ertaga ertalab maktabga borishim kerak. Ha, Mohir opangga berib beradi. Ol. Mashinkaga solib qo'y. Ertalabgacha quriydi. Ol, olib borib qo'y. Obor. Mana. Kir mashinaga solib qo'y. Ertalabgacha qurib qoladi. O'zi quriydi-ya? Tavba. Sizlarga xizmatkorman. Bor bolam, darsingni qil. Tez. Xo'p. Nimaga unaqa qarayapsiz, oyi? Nimadir ayb o'tdimi mendan? Hech narsa o'tmadi. Shunchaki qarab o'tiribman. Xo'sh. Bugun qayerga chiqib kelding? Hech qayerga? Shu atrofni aylanib keldim. Uzoqqa ketganim yo'q. Shunaqa degin. Bilaman qayerga borganingni. Qo'rchon yoqib kelgansan. Kechagina tuxumdan chiqib onasini aldamoqchi bo'ladi-ya. Odamni qo'rqitmasdan kelishni iloji yo'qmi? O'takami yording-ku, Jafar. Qo'ysizchi, Robiya opa. Siz qo'rqadigan odam emassiz.
Sevinchni, opasi haqidagi ma'lumotni hech kim bilmasin degandim. Seni gaping Yo'q. Shunchaki kelishishni istamayman sen bilan. Sevinchni uyi kerak emasmi senga? uysiz qolgan joyim bormi, Robiya opa? Nega o'zingizga xo'rak tashlamoqchi bo'lyapsiz? Maqsadingiz nima? Maqsadim opa-singillarni topishtirish. Marjonani qayerdaligini faqat sen bilasan. Uni bizga topib berdi, uyni ol. Shartim shu. Assalomu alaykum, oyi. Voy, Sardor? O'zingmisan? Ha, o'zimman, oyi. Voy, bolajonim. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Onang o'rgilsin. Nimaga? Javob berishdimi? Qani, haligi... Javob berishdi, oyi. Men tanka bosib ketgani yo'q, oddiy bir yengil mashina turtib ketdi, oyi. Oy, Keyin bilasiz, bunaqa narsalarni yomon ko'raman. hech qayering og'rimayaptimi? Yo'q, hammasi joyida. Xavotir olmang, o'ylamang. Xo'p. Hammasi yaxshi. Qani, o'tir, bolam. O'zinglar yaxshimisizlar? Xudoga shukr, yaxshiman. Ilohi omin. Sog'ayib qaytganing rost bo'lsin. Tanijoning sog' bo'lsin. Qasd qilganlar past bo'lsin. Yer bilan yakson bo'lsin. Iloyim, boshim omon bo'lsin. Sizlarni baxtinglarni, rohatinglarni ko'rib yuring. Hech qaysimiz kasal bo'lmaylik. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Oyi, ertaga rejalaringiz qanaqa? Rejam yo'q. Tinchlikmi? Tinchlik. Xullas, ertaga kumushlarnikiga borib kelishingiz kerak. U kutyapti bizni. Kutyapti deganing nimasi? Sovchilikni aytyapsanmi? Ha, sovchilikni. Bu safar rozilik beradi. Ertadan qolmasin faqat, oyi. Xo'p. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Men ketdim. nima uchun sizga ishonishim kerak? Sevincham ahmoq emasdir. Shuncha yil ko'rishmagan opasi uchun hayotda uyini berib yuboradimi? U opasi uchun jonini ham beradi. Marjonani qayerdaligini ayt. Olasan shu uyni. Opa. Bu yerda shartni siz emas, men qo'yaman. Kerak bo'lsa, topib oling. Agar topolsiz, bilib qo'ying. Topa olmaysiz. Sizni o'ldirib bo'lsa ham, bunga yo'l qo'ymayman. Men aytdi deysiz. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum Zahra opa. Va alaykum assalom. Bu ko'cha supurish ham o'zingizga qolibdi-da. Har doimgi ishim u. Nolisam uyat bo'lar. O'zingizni charchatib qo'ymayin deyman-da, Zahra opa. Aytgancha, Marjonani ko'rmadingizmi, nimalar qilyapti? Mehmonlari bor edi. O'shalarni yonidalar. Ertalabdan mehmon kutadigan odati yo'q edi. Tinchlikmi? Bilmadim. Bir tillachi xotin kelgan edi. O'sha bilan gaplashib qoldilar. Ha, mayli, ishi bordir-da. Zahra opa, sizga bir gap aytaman-da, iltimos, faqat meni noto'g'ri tushunmang. Quloqim sizda? Zahra opa, shu 1-2 kun uyingizda bo'lib tursangiz, ha? Ha. Anu dangasalar juda sizga ko'p ish buyurib yubordi. Meni ishdan bo'shatyapsizmi? Qandaydir kamchilik o'tdimi mendan? Hech qanaqa kamchilik o'tgani yo'q, Zahra opa. Odam har zamonda dam olib turish kerak. To'g'rimi? Behruzga aytaman. Kamko'stlaringizga qarab, pul-mullaringizni berib, uyingizga olib borib qo'yadi. Faqat noto'g'ri tushunmang. Kelishdikmi? Mayli. Menga anaqa Behruz chaqirib oling. Mashinani ham tayyorlab olib chiqursin. Xo'p. Xo'p.
Lola opa, kelishtirib beraman hammasini. Faqat iltimos, pul zarur ekan deb narxini yerga urmang. Ey, singlim, birovlarni qiyinchiligidan foyda ko'radigan ayol emasman. Bo'ladigan gapni dangal aytaman sizga. Mana shu hammasiga 8000 beraman. Voy, juda kam ko'p a? Men 20 minglik tilla beryapman sizga. Ey, Marjonaxon, hozir bozor o'lgan. Ishoning, men sizga yaxshi narxni aytdim. Agar boshqalarga ishlarni olib borsangiz, men aytgan pulni yarmini ham bermaydi. Yana ham ixtiyor o'zingizda. Yo'q desangiz ketaveraman. Yo'q, Lola opa. Mayli, boriga baraka. Ikkilanadigan vaqt emas. Ozgina kutib turing, yana bir narsa bor edi. Mayli. Assalomu alaykum Marjon opa. Va alaykum assalom. Keldingizmi Sevinch? Ha, keling, siz hozir o'tirib turing, hozir tushaman, xo'p? Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, tinchlikmi? Ko'ylagim qani? Ha, yuvmadim ko'ylagingni. Axir maktabga borishim kerak edi. Men seni xizmatkoringmanmi? Ana tog'orada turibdi ko'ylaging. Xohlasang yuvib kiyib ol, bo'lmasa shundoq kiyib ket. Indamasa tavba qildim. Bor naryoqqa baqirayman. Yuvmayman kiyimingni, tushundingmi? Men seni xizmatkoring emasman. Bor naryoqqa, Tavba, ko'ylagim mush. Menga qara, Behruz. Ha? Zahra opani sen olib kelganmiding? Ha? Bitta tanishim topib bergandi. Nimadir ayb o'tdimi opadan? U ayol haqida yaxshi gap eshitmadim. Kim nima desa ishonib, uyimga olib kelaverasanmi? Uzr Yusuf aka, e'tiborsizlik qilman. Javobini berib yubordim. Xullas, o'rniga boshqa odam olib kelish kerak. Bu shum kampirlardan qo'rqib qoldi odam. Xo'p bo'ladi, Junali. Bu gunoh topib kelaman. Keyin ana Abror boru, o'shanikiga ham kirib o't. Ishxonamga kelsin, gaplashadigan gap bor. Xo'p bo'ladi, Junali. Xo'sh, Kumush, ish qilib ishonching komilmi? Sardor bilan baxtli bo'lishingga? Sardor aka yaxshi insonlar. Menimcha hammasi yaxshi bo'ladi. Tushundim. Mayli. Bo'lmasa Sardorga ayt. Ertaga xolam bilan jo'natsin. Bo'ptimi? Xo'p. Yusuf aka, sizni ishxonada qoldiraymi? Ha. Kutib turaymi? Yo'q, borib uyga qarash. Bugun Kumushga sovchi kelish kerak. Xo'p bo'ladi. Ha, aytgancha. Yodimdan chiqishiga sal qopti. Mashinani nimaga almashtirding? Oqini urib turib qo'yding. Yo'q, Yusuf aka, hammasi yaxshi. Garajda turgan ekan. Shunga qorasini minib olgandim. Bundan keyin bir og'iz so'rab qo'ygin-da. Tushunarli Yusuf aka. Xo'p bo'ladi. Keldingizmi Marjonaxon? Keling. Opa, Labbi. mana buni bitta ko'ring-chi. Qanchaga baholaysiz? Bu eski tilla. Uslubi ham eskicha. Lekin og'ir tilla ekan.
gram hisobida olaman buni. Hammasiga 10 ming bera olasizmi, Lola opa? Bir odamga hech bo'lmasa 10 ming dollar berishim kerak. Mayli, Marjonaxon. Kelishdik. 10 ming bo'lsa 10 ming beraman-da. Siz rozi bo'lsangiz bo'ldi faqat. Roziman, Lola opa. Faqat bitta shartim bor. Xo'sh. Bu bilaguzukni hech kimga sotmaysiz. O'zim qaytarib sotib olaman sizdan. Shunchalik qadrli ekan, nima uchun sotyapsiz? Buni qancha vaqt ushlab o'tirishim kerak? Ko'pmas. Qo'limga pul tushishi bilan qaytaraman. Va'da berasiz, Lola opa? Birovga sotib yormaysiz-a? Va'da beraman, Marjonaxon. Sizdan boshqasiga sotmayman. Lekin ustiga foydamni qo'yib beraman o'zingizga ham. Xo'p, kelishdik. Faqat pulni tezlashtiring. Bitta yaxshi bolani kelajagi uchun kerak. Bu yog'idan xavotir olmang singlim. Bugunoq pulni yetkazaman. Buncha pul olib kelmagandim-da yonimda. Kechgacha pul qo'lingizda bo'ladi, singlim. Tushundim, Lola opa. Oyi, bu nima? Taqinchoqlar qizim. O'rtasidagi nima dumaloq? Bilaguzuk. Bu eng rahmatli menga berganlar. Siz kimga berasiz? Mengami? Albatta senga beraman-da qizim. Bo'ying yetib, to'ying bo'lganda o'zim seni qo'llaringga taqib qo'yaman. Xo'pmi? Kelishdikmi? Ha. Faqat opamga berib olmang. O'zimga berasiz. Xo'p, qizim. Asal qizim o'zim. Rahmat oyijon. Voy, o'zim asalim. Sizni yaxshi ko'raman. Biram qizg'anchiq qizimsan, ey. Mana shu bilaguzuk senga, xo'pmi? Bo'ldi, ellar yig'ilurmagan. Hozir Nodir kelsin, razbor qilamiz. Yur darsga kiraylik. Bo'ldi, o'zing qo'lga ol. Bo'ldi, tur. Darsga kiraylik. Kirmayman. Tinchlikmi bolalar? Nima bo'ldi? Nega darsga kirmayapsanlar? Nega bu xafa bo'lib o'tiribdi? B sinfdagilar ustidan kulibdi. Nima deb kulibdi? Ko'ylagi kirligi uchun masxara qilibdi. Mayli, darsdan keyin razbor qilaman. Yur, hozir darsga kiramiz. Kirmayman. Nega kirmaysan? Ko'ylagingni uyalyapsanmi? Shunaqami? Yur, kiraylik darsga. Nimaga masxara qiladi? Shu ko'ylagingami? Shunaqami? Ayt. Opa. Tinchlikmi? Marjon opa yubordilar. Tillalarni qaytarib berar ekansiz. Nimaga qaytarib berar ekanman? Kelishib bo'ldik-ku. Tilla meniki endi. Kelishganingizda 1 so'm berdingizmi, opa? Tillalarni bering deyapman sizga. Hech narsani qaytarmayman. Opangizga borib ayting, yaxshi qiz. Sotdimi? Lavzida tursin. Yaxshilicha bermaysiz shekilli, a? Mayli. Bo'lmasam, o'g'ri tushdi deb militsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Menimcha, qamalishni xohlamasangiz kerak, a? Agar o'zingiz bermasangiz, qonun bilan olib qo'yamiz. Ma, o'sha tillalaringni. To'xtang, lavzi yo'q odam ekansanlar. To'xtang, tekshirib olay. Ana va eski bilaguzuk qani? Menimcha rostdan ham o'g'ri bo'lsangiz kerak. Tez bering. Ma, satqay narsaketlaring. Ana bu boshqa gap. Lavzi yo'qlar. Yaxshi boring, opajon. Rahmat, uyatsiz. Nahotki shu Marjona meni opam bo'lsa. Chunki bular onamni bilaguzugi. Nahotki opam bo'lsa.
nimaligingdan uyalaydigan bo'lsang, ma. Nima qilmoqchisan? Hozir. Nima qilyapsan, Nodir? Kim turibdir? Seni kallang ishlamagan ishni men qilyapman. Ma, ol, kivo. Bo'l, ki. Nimaga? Uyalyapman deyapsan-ku. Meni ko'ylagim kir-ku. O'zing nima kelsan? Hech nima qilmaydi. Menga hech kim gapirmaydi. Gapirsa og'zini yirtaman. Yech ko'ylagingni. Meni deb ustingdan kulsa-chi? Hech kim kulmaydi. Kallang yo'qmi seni? Kallani ishlatish kerak, o'rtoq. Bilmabman-da. Berardim men ham. Tilash ketdimi? Sotdingizmi hammasini? Ha, sotdim. Hech narsam qolmadi. Ha. Ey, bekor shu ishni qilyapsiz-da. Ha, baribir 100 ming topib bera olmaysiz shularga. Hozircha 10 ming topdim-ku. Qolgani ham bir gap bo'lar. 10 mingni ko'rsa ham es ketib Eldorni berib yuboradi ular. Ha. Ilohim shunaqa bo'lsin. Sizga bir gap aytmoqchi edim. Men ketyapman, Marjonaxon. Ketyapsiz? Nimaga ketyapsiz? Kimdir xafa qildimi sizni? Yo'q. Hammasi joyida. Kelgan odam ketishni ham bilish kerak. Faqat mendan rozi bo'ling. To'g'risini ayting, Zahra opa. Yusuf aka bir narsa dedi-a? Shunga ketyapsizmi? Er xotinning orasini buzma endi. Shundoq ham yetarlicha gunohga botib bo'lding. Yusuf bahonasida Jafardan qutulib olaman. Yusuf bilib qoldi. Haydaldim desam hech narsa qila olmaydi. Tinchgina ketishim kerak endi. Sizdan so'rayapman, Zahra opa. Yusuf aka nimadir dedimi? Ularning ishimi bu? Yo'q. O'g'lim qo'ymayapti. O'zim g'amxo'rlik qilaman. Yonimga qayting deyapti. Balkim rostdan ham dam oladigan paytim kelgandir. Iltimos, ketishimga ruxsat bering. Hech kim xafa qilgan yo'q. Yoshim ham anchaga borib qoldi. Nima gap, Behruz? Nima yengillik? Zahroni o'rniga odam topish kerak. Haydaldi u. Ketsa ketar, bizga nima daxli bor? Jafar kuchi nimaligini bilasanmi? Har bir joyga o'zini odamni joylashtiradi. Zahro ham unga ishlardi. Yangi xizmatkor bizga ishlash kerak. Endi tushundingmi? Balosan, Behruz. Jafarning yonida yurib, ko'p narsani o'rganibsan-a? Xo'sh, qanaqa bo'lish kerak ekan yangi xizmatchi? Yosh bo'lish kerak. Hamma uni yoqtirib qolish kerak. Asosiysi bizga sadoqatli bo'lsin. Shunaqasi bormi? Bo'lmasa, topamiz. Bittasi xayolimga kelib turibdi hozir. Gaplashib aytvoraman. Aytvorma, ko'ndirib rozi qil.
Zahra orqali Jafar yana o'zini odamini kirgizadi uyga. O'zimizni kirgizishimiz kerak tezlashtirib. Xo'p, tushunarli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jafar aka, charchamayapsizmi? Rahmat. Haligi sizni bir yigit so'rab kelgandi. Kim ekan? Ismini Umid dedi shekilli. Kirursinmi? Mayli, chaqir. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chaqirilmagan mehmonlarni yomon ko'raman. O'tir. Nimaga kelding? Zilola haqida gaplashmoqchiman. Erkakchasiga. Erkak kishi birovning oilasiga burnini suqmaydi. O'zingda yo'q narsa haqida nimani gaplashasan? Erkak kishi boladan foydalanadimi? Zilola allaqachon yuzini o'gir bo'lgan sizdan. Agar rostdan ham erkak bo'lsangiz, baxtli bo'lishga haqqi bor uni ham. Marjon opa, nimaga unaqa qilyapsiz? Nahotki pulga zoriqib qolgan bo'lsangiz? Eldor uchun qilyapman, Sevinch. Abrordan sotib olmoqchiman uni. Menimcha-chi, bu noto'g'ri qaror. Qonunga ham xilof bo'ladi bunaqa qilsangiz. Marjon opa, o'ziga qo'yib berish kerak bu narsani. Shu bolaga mehrim tushib qoldi, Sevinch. O'z farzandimdek yaxshi ko'rib qoldim uni. Nimagadir har kuni o'ylayapman uni. Yonimda bo'lgani yaxshi. Mayli Marjon opa. Menga qarang. Menga imkon bering. Shu masalada o'zim harakat qilib ko'ray. Qonuniy yo'l bilan olish iloji bordir balki. Kerak emas, Sevinch. Bir marta ko'rdim harakat qilganingizni. Endi o'zim uddalayman. Xo'p. Oraga suqilib kirayotgan sensan, Umid. Oilamni qaytarmoqchiman. Bolamga otalik qilmoqchiman. Bu yerda ortiqchalik qilayotgan odam faqat sensan, Mishqil. Yaxshilik choramizdan chiq. Bo'lmasa, onangni bitta o'g'liligingga ham qarab o'tirmayman. Tushundingmi? Onamni yolg'iz o'g'liligimni o'rganibsan-u? Otasiz o'sganimni unutibsan-da, Jafar? Uncha-muncha po'psadan qo'rqadigan odam emasman. Buguncha yaxshilik bilan gaplashgani keldim. Har xil montajlar, photoshoplar, bolani avrash bilan hech narsaga erisha olmaysan. Zilolani yuragi meni deb uryapti. Ey! U yog'ini esa o'zing o'ylab ko'r. Ko'rishamiz. Marjon opa, bir narsa so'rasam maylimi? So'rang. Tillachiga berib yuborgan bilaguzukni qayerdan olgansiz? Senga nima qizig'i bor buni? Yolg'onchiligingni bilaman-ku. Menga opamsiz, opajonimsiz deb erimga ko'z suzib yurgan behayo qiz bo'lsang, kelib senga sirimni aytamanmi? Bir tanishimdan sotib olganman. Nimaga so'rayapsiz? O'zim qiziqib so'radim. Oldin ham shu bilaguzukni ko'rgan deyman.
Bo'lsa bordir, bilmadim. Unchalik muhim narsa deb o'ylamayman buni. O'sha tanishingiz kim edi, opa? Ismi Marjon emasmi? Adashingizmidi? Opa? Ha, Marjon edi. Nimaga so'rayapsiz? Shunchaki men ham bir Marjonani tanirdim. O'sha deb o'ylayapman. Opa, o'zi qayerda hozir? Chet elga ko'chib ketgan. Nega bunaqa qilayotganingizni bilmayapman. Lekin savoliga ko'mib tashlayapsiz. Hozir to'g'risi ko'nglimga qir sig'mayapti. Uzr, opa. Nimaga qiziqib qoldim u? Suyug'i yo'q. Senga aytishim kerak endi hamma narsani. Laylo. Pari, yaxshi keldingmi? Yaxshimisan? Kampirlarga o'xshab hol-ahvol so'rashga unchalik ham tobim yo'q. Maqsadga o't. Nimaga chaqirding? Ish bor do'gon. Yaxshigina pul olasan. Nima qilishim kerak? Bir uyga xizmatkor bo'lib kirasan. Meni odamim bo'lasan u yerda. Qo'ysangchi. Zo'r hazillashding. Tishingni borib suvga ayt. Birovlarni ketini tozalab yuradigan odatim yo'q. Nima ahmoq qilish uchun chaqirdingmi? Yaxshi pul beraman. Qancha? 2000. Kam? 3000. Oyiga. Ha. Nima qilishim kerak edi? Hammasini bir boshdan tushuntiraman. Bozorlik qilib kelish kerak. Mehmon kelyaptimi deyman? Sizga nima farqi bor? Mana ro'yxat. Borib kelarsiz. Shunchalik bag'ri toshmisan, kumush? Nima, sovchilarning kutib olish uchun meni bozorga bormoqchimisan? Undan ko'ra ustimdan bir tog'or axlat to'kani yaxshi emasmidi? Hamma o'zini ishini qilsin, Behruz. Shaxsiy masalalaringizni ishga aralashtirmang, tushundingizmi? Boring, tezroq borib keling. Ey, bo'laqot tezroq. Ani ko'kargan joyingni ham o'chir. Bilmasin. Oyi, nima qilayotganingizni bilasizmi? Ha, bilaman. To'g'risini ayting, kumushni ezish uchun kelin qilmoqchimisiz? Nimaga ezar ekanman? Asardor shuni deb turgan bo'lsa, nima mendan shubhalanyapsanmi? Oyi, men sizni qasoskor odamligingizni bilaman. Kumushda lekin ayb yo'q. Sardorni ham baxtsiz qilmang. Nima qilish kerakligini sendan yaxshi bilaman. Qo'rjon yo'qotganing uchun ham hali hech narsa deganim yo'q. Onang bilan gaplashganda haddingni bilgin. Bildingmi?
Bo'l tezroq. Bechora Kumush. Hali bu yerda seni nimalar kutayotganini bilmaysan-da. Oyim seni qoningni ichmasala bo'ldi. Bo'l. Xo'p. Nimaga chaqirganimni bilasizmi? O'limdan xabarim bor, lekin bundan xabarim yo'q. Yusufbek, nima xizmat? Bolaga narx belgilabsiz deb eshitdim. Eldormi? Yusufbek, bu shunchaki yolg'on gap edi. Marjonaxon aytdilarmi sizga? Nimasi yolg'on, Abror aka? Uyimga xotiningiz kelib 100 ming so'rabdi-ku. Maqsadinglar nima o'zi? Xotiningiz Eldorni xoli joniga qo'ymayapti, Yusufbek. Maktabga ham izlab boradi, uyga ham izlab keladi. Shunday qilsam, pul topa olmasdan boray deb qo'l siltab ketadi deb o'yladik-da endi biz. Lekin aslida Yusufbek bola sotadigan odam emasmiz, astag'firulloh. Mana xotinim ham Eldorni juda ham yaxshi ko'radi. Men ham yaxshi ko'raman. O'z o'g'limizdek qarayapmiz. To'g'risini aytsam, u bola menga ham kerak emas, Abror aka. Marjona bilan o'zim gaplashib olaman. Qaytib sizni bezovta qilmaydi. Sotaman degan har xil nayring gaplaringizni yig'ishtiring aka. Xo'p, Abror aka, eshitgan quloqqa yaxshi emas bu gap. Tushundim. Xo'p, tushundim. Bizdan o'tgan bo'lsa uzr. Faqat shu ayolingizni qaytarsangiz bo'ldi. Boshqa umuman bezovta qilmaymiz sizlarni. Bo'lmasa men boraveray. Hop. Rahmat Yusufbek. Omon bo'ling. Nihoyat ketyapman deng. Xursand bo'lyapsanmi? Niyatingga yetding. Balki yaxshilikkadir, Zahra opa. Yoki xafa bo'ldingizmi mendan? To'g'risini aytaymi? O'zimni shunchalik yengil his etyapmanki, go'yoki yelkamdan tog' ag'darilganday bo'ldi. Nimaga xafa bo'lay sendan? Rahmat aytishim kerak. To'g'ri, tushunganingiz uchun rahmat. Baribir ketarkansiz. Bir narsani so'ramoqchi edim sizdan. Jafarning maqsadi nima? Nimani reja qilyapti u? Bilmayman. O'zingga aloqador bo'lmagan ishga aralashmaganing ma'qul. Maslahatim. Hali yosh qizsan. Seni o'ylab aytyapman. Yaxshi qol. Jonginam. Tavba. Yaxshi boring. Tinchlikmi Laylo? Shoshilinch chaqirding. Ha. Ana bu qizni ko'r. Parismi? Pariligini ko'rib turibman. Menga nima xizmat? Zahra opani o'rniga shuni olamiz ishga. Xayoling qayerda? Bu qizni qayerdan topding? Yusuflarnikiga borib, Marjonaning xizmatini qiladi o'ylaysanmi? Pul kerak bo'lsa qiladi. O'zi zo'rg'a ko'ndirdim. Sen boshlamagin endi. Bilmadim-da. Bu Marjonaning xizmat qiladigan o'xshaydi-yu. Bu qizing birovga xizmat qilishiga ishonmayman. Qiladi deyapman-ku, Behruz. Qanchaga kelishganimni bilasanmi u bilan? Oyiga 3 ming berishimiz kerak. Voy. Qaytarib yuborsang buni. Buncha pul topib yuramayman men. Xizmatkor kerak bo'lsa o'zim topib olaman endi. Kuyinganing uchun rahmat. Pul desa joning chiqadi, Behruz. Birgalashib topamiz u pulni. Men Jafardan, men Yusufdan, men sen berasan.
Muhimi, o'z ishini biladi bu. Ko'p kuttirib qo'ydik. Yur. Keyin topolmayman uni. Yur, gaplashaylikchi. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz rostdan ham Parimi yoki Nikis shunaqami? Qiladigan ishimga ismimning aloqasi bormi? Yo'q, o'zim shunchaki so'radim. Nima ish qilishingizni bilasiz-a? Aytdi. Nima bo'ldi, kelishib oldinglarmi o'zinglar? Boshlaymizmi yo'qmi? Boshlaymiz, Dugosh. Behruz seni yoningda bo'ladi. Parini imijini o'zgartirish kerak ozgina. Bu ko'rinishda uyga kirgizmaydi. Xizmat qila olishiga ishontiradigan imij topish kerak. Bu yo'q endi meni ishim. O'zim amallayman. Bo'pti, 2 soatda o'shda bo'laman. Lokatsiya tashab qo'yarsiz? Kelishdik. Sizga manzil jo'natib qo'yaman. Jo'nating. Sevinch bilan gaplashishingiz kerak. Yo'qolgan opasi uchun qanchalik muhimligini bilmoqchiman. Marjon opaga pul to'plab borishim kerak. Bo'lmasa tillalari mendaligini bilib qoladi. Bu yo'q endi meni ishim. O'zim amallayman. Xayoli esa 7-osmonda uchib yuribdi. Nega tinchlikmi? Birorta tanishim ko'rib qolsa gapga qolaman. Odamlarning gapini o'ylab o'tiradigan vaqt emas hozir. Behruz o'zicha o'yindan chiqdi. Yana xafa qilib, boshidan bir toli soch tushsa, xafalashib qolamiz. Shundan qo'rqaman. Hech kim e'tiroz qilmaydigan ish topishim kerak senga. Nima desangiz qilaveraman, birorta. Bezovta qilganim uchun uzr. Yaxshi niyat bilan keldim yezga. Men seni sevaman, boshqa hech narsani bilmayman. Yo, birorta, qo'limdan kelmaydi. O'g'irlik qila olmayman. Kerak bo'lsa qilasan, tushundingmi?